bizning davrimiz. Atimi emas, boshqa kunimi emas. Dal hozirning o'zi. Nurg'un odam dunyoni, hukumatni va boshqalarni o'ziga qarzdor o'ylaydi. Amaliyotda hech kim bizga qarzdor emas. Hayot bizga berilgan sovg'a. Agar biz bu sovg'adan unumli foydalanmasak, o'zimizni emas, butkul insoniyatni ko'zga ilmagan bo'lamiz. Men quloq seling. Juşqun termiler sizge ilham bo'lsin. Değişikmi? Değişikmi? Görüşkenimden hoş geldin. Ben şu. Değişikmi? Ben Adres. Değişikmi? Ben Gilen. Değişikmi Gilen. Ben Kristof. Değişikmi Kristof? Ahvalınız qanday? Yaxshi, rahmat. Çoğun bo'lganda nima qilg'ingiz bor? Ben ma? Çoğun bağandın keyin mi? Rahmat. Bu nəhayət yaxşı sual bo'ldi. Men çoğun bağanda çoxum sağlam çoğun bolaman. Demek ki oğlum özünüzde hem de çoğun bo'lmayman deb qardınız, shundaqmi? Ben ezelden ügünüşünü to'xtatib bakmadım. Albatta, shundaq. Undaqda çoğun bo'lganda nima qilg'ingiz bor? Arzuyumni demdim. To'g'ri. Mening chiroyli kiyimlarni loyiligim bor. Komediya artisti bo'g'im bor. Lekin men buni hech kimga deb baxmagan. Madonnadek bo'g'im. Madonnadek. Yaxshi ko'rgan odamlarimning holidan xabar og'im bor. Mening bir aktyor bo'g'im bor. Nutq so'zliguchi bo'g'im bor. Ushquchi bo'g'im bor. Futbol treneri bo'g'im bor. Futbol treneridan. O'sib yetilishni to'xtab qolsangiz qanday qo'ydi bo'lasiz? Cho'qim nurg'un yillardan keyin o'zgargan mushtirqimni yaxshi ko'raman deyman. Bu hayotlikka nihoyat muhim savol. Men o'sib yetilishdan to'xtab qolsak qanday bo'ladi deb o'ylayman, lekin to'xtab qolishimiz mumkin emas. Nurg'un og'irnishlarni unutib, tamkin holda olg'a ilgarilishim mumkin. Menimcha bizning isrof qilgudak uncha ko'p vaqtimiz yo'q. Qaytadan to'rilsam, cho'qim arzuyimni amalga oshirgan bo'ladi. Navoda rostli shunday fursatingiz bo'lsa, bu fursatni chin tutishni xohlamsiz? Albatta, shartsiz xohlayman. Men sizning kasbiy trenerlik salohiyatga erishishga erishingizga yordam beray deyman. Parvardigorim. Yana sizni kichik bolalarni mashqlantirishga o'rinlashtirsam, shuning bilan siz amaliy mashqqa qatnasha olasiz. Meningcha qizlar futbol komandasining treneri bo'ladigan ayol o'ziga ishonishi kerak. Qanaqroq? Bu yoq Novrin. Ko'rishganimdan xushalman. Bo'lamdi. Albatta, sizga ko'p rahmat. Yaxshi. Amsima ayli. Biz bola vaqtimizda o'ynaymiz, fikr qilamiz, nurg'un narsalarga intilamiz. Lekin biz Qur'onimizga yetgandan keyin intilishlarimiz sustlashga boshlaydi. Depinglar. Hodi ishkimiz kishilar o'sib yetilishdan to'xtab qolmasligi, davomli o'ziga jang e'lon qilib turish kerak deb qaraymiz. Kasbiy erishga tayyorlaning. Men izchil kishilarni orzu qilishdan to'xtab qolmasligi, burunqiga o'xshashda to'xtovsiz o'sib yetilish kerak deb qarayman. Men dunyoda arzusi yo'q odam borligiga ishonmayman. Muvaffaqiyat to'g'ri nishon va arzuga ega tirishchan kishilarga mansub. Ikkilanmang, bal qo'yib o'tmang. Har qanday ishga cho'qim bir amal bor.